Assalomu alaykum, xatirchi bego'miz guruhi a'zolari, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bizda sotuvda sigirchamiz. Kichkina bo'lsin, suti yaxshi bo'lsin deganlarga sigirchamiz. 2 tuqqan sigirimiz. Yeguchi savollarga javob beramiz. Bolasi 16-chi. 22 million so'm narx qo'ydik, savdosi bor. Kelib turib bemalol Motifazda savdo qilib ketishingiz mumkin. Telefon nomer, manzillarni aytmasangda yozib qoldiramiz. Bemalol o'tib aloqaga chiqishingiz mumkin. Bolasini videosini qo'yib ko'rsatamiz hozir. 16-chamiz 27-fevralda tug'ilgan. Sog'liqlari joyida, yaxshi 16-chi. Ozroq boqib, to'yga yaxshi kunga so'yaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, ushbu 16-chamiz sotiladi. 14 million so'm narx qo'yamiz, savdosi bor. Kelib turib mol tepasi savdo qilib ketaverishingiz mumkin. Bu 16-chamiz sigirimizning bolasi, sigirimiz ham sotiladi. Ikkalasining ham savdosi bor. Kelib turib bemalol savdo qilib mol tepasi olib ketishingiz mumkin. Telefon raqam, adreslarimizni adresanda yozib qoldiramiz. O'tib bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.